O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 19-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduz esa 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduz esa 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduz esa 35-30 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduz 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduz 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Shamol shaxdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarni taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.